Assalomu alaykum. Men Samarqand viloyati Kattaqo'rg'on tumani Zarqo'rg'on mahallasi Oxun qishlog'ida yashayman. Men shu oilaviy xiyonat bo'lgan sababli oilam bilan shu jar yoqasiga kelganki, hozir shu tashkilot, yuqori turuvchi tashkilotlar meni tinglamay, qo'limga shuncha asoslar, qarorlar bo'la turib, zinokor, xiyonatkor ayolni uyga kiritishga qaror chiqarmoqda. Lekin men aslida birinchi oilam bilan shu farzandlik tufayli qonuniy nikohdan o'tib 2019-yil qonuniy nikohdan ajrashganman. Bu Norboyeva Gulshan bilan ZAKS davomidan orttirib, xiyonat orttiryapti. Farzand hokimiyat mana xulosa beryapti. Haqiqatan shu Shukurov Toyirdan farzand orttirilgan deb. Mana ayolni 70 varaq SMS bor, mana SMS bilan ushlangan ayol. Keyin tan olmagandan keyin denka ekspertizasi tayinlaganman Hadicha Sulaymonova. Hadicha Sulaymonova otasi deb tasdiqlanmadi. Keyin ajrashdim men bu ayol bilan. Ajrashimdan oldin menga mol-mulk nizolaring bor ekan deb G'ilomov degan sudya Damas mashina bor edi, shuni olib berdi mendan 50%ni ekspertiza orqali. Men u bilan 2021-yil qonuniy ZAKSdan o'tganman. Shu davrga xiyonat qilib farzand orttiryapti ayol. Hozirgi kunga kelib o'sha zinodan tug'ilgan farzandi Shukurov Toyir Rahmatullayevich deb nomiga rasmiylashtirib, endi ariza beryaptiki, meni shu 3 ta farzandim bilan ko'chaga qoldim, meni uyga kiritib qo'yishga qaror chiqaringlar deb G'ilomovga ariza tushib kelib chiqib, mana G'ilomov 2 nafar farzandi bor, 3-nafar farzand zinodan tug'ilsa ham men uyimga kiritishga qaror chiqaryapti. Men shu sud qaroridan norozi bo'lib apellyatsiya shikoyati berdim. Ollaboyev Zafar sudya, viloyat sudyasi da'vogar yozmasi turib, meni javobgar qilib yozib, apellyatsiya ishini umuman ko'rmasa, 3 taraf kelishilgan holga 3 nafar farzandi bor deb qarorda o'z kuchiga qoldiryapti. Qishloq ahli bunaqa zinokor ayol qishloqdagi voyaga yetmaganlarni ham buzib yuboradi, tartib intizomini deb yo'l qo'ymasa ham meni video disklarimni ko'rmas turib, sudda noto'g'ri qaror chiqarmoqda. Ravshanov Zapor qaror chiqaryapti, xulqi buzuq onaga qoldirilsin balla deb qaror chiqaryapti. Men uni arizasidan, ajrimidan norozi bo'lib, bu qonunga to'g'ri keladimi? Axir buni o'zini xulqi buzuq, bu bolalarni qanday voyaga yetkazadi deganimga ham qaramay, onaga qoldirilsin balla deb 3 nafar farzand deb balla bilan muhokama qilmasa turib qaror chiqaryapti. Ravshanov Zapar sudya, sud raisi. Axir qonunga to'g'ri keladimi? Xiyonatkor ayol voyaga yetkazishi farzandlarni. Menga aliment belgilangan 3 ta bala, zinodan tug'ilgan balaga ham majburiy ijro tomonidan MEP xodimi Islom Uzoqov menga 3 ta balaya aliment talab qilyapti. Sud buyrug'ini o'zgartirganimdan keyin meni qarzdorlik qilib chiqaryapti. Aslida men erkak kishi, men shu g'ururimizga, islom dinimizga to'g'ri kelmaydi bu ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilar, men majbur bo'ldim men shu narsaga chiqishga, yordam so'rashga. Muhtaram prezidentimizdan ham yordam so'rayman. Bunaqa sudyalarni xatti-harakatidan qonuniy chora ko'rishini. Mana men qonuniy ZAKSdan 2021-yil o'tib, men shu zinokor ayolga meni mol-mulkimni bo'lib, Damas mashinani olib bergan G'ilomov degan sudya через ekspertiza orqali. Lekin hozirgi kunga ham uyga kiritishga qaror chiqarib, G'ilomov degan sudya mana qaror chiqaryapti mana.
uyga kiritib majburiy tartibda kiritilsin deyapti. Lekin bu to'g'ri keladimi islom dinimizga? Men zinokor ayol bilan bir tom ostida zinodan tug'ilgan balani ko'rib bir tom ostida yasha olamanmi? Axir meni jinoyatga boshqaryapti-ku fuqarolik sud. Mana 3 ta bala, mana 3 balani ham ayol uydan tashab chiqib ketib, yig'lab bular men shunaqayin qilib tashab chiqib ketgan. Ayang qayerga ketdi desam bilmaydi balla. Men fermer xo'jaligiga ishlab, men ishdan kelsam bu ayol umuman uyga turmay qoldi oxirgi zamonlarga. Men yuqori turuvchi organ oliy sudlardan, men shu Kattaqo'rg'on tumani sudyalarini xatti harakatidan xizmat tekshiruv olib borib, bularga qonuniy chora ko'rishini iltimos qilib qolaman. Menga huquqiy yordam berishini so'rayman.